Vaqt yana to'shib ketdi, yana uzilib ketdi. Unda bo'lsa, qarindoshlar, biz kelgan yerimizdan davom qilaylik. Paytini ochdik. Maktab degan kelgan tuqqo. Masalan, maktab nima bo'lsin? Maktab tang ochdik. Peki biz maktabning ismini deylik. Saodat maktabi bo'lsin. Saodat boshliq. Saodat. Endi maktab ma bo'ldi? Ism no maktab. Endi shahar bo'lib bo'lsin. Shahar. Shahar tang Urumchi bo'lsin. Urumchi. Boshliq tirnoq. Endi bu yerga biz nimni yozdik? Nemni yozdik? No maktab shaharni yozdik. Undaqda biz bu yerga nem deb enter bassak mundaq chiqdi. No deb enter bassak mundaq chiqdi. Maktab deb enter bassak mundaq chiqdi. Endi shahar deb enter bassak mundaq chiqdi. Endi adres. Yerga biz adres deb qo'yaylik. Adres tang bo'ladi. Sim qo'shilgan maktab. Shahar. Bundaq bo'ldi-ku. Endi biz adres deb yozib interni bossak, mana adresimiz shakllandi. Biz yuqorida shu usullar orqali adresimizni shakllantiradik. Undaqda Ali Saodat Urumchi degan gaplar chiqdi. Biz agar noni qo'shgan bo'lsak, uni qo'shiladi, qo'shmabdimiz. Mayli. Endi bu yerga biz ism deb yozib, masalan, ism tang bilgi bo'lsinmi? Ism tang bilgi. Ism tang bilgi. Endi shaharchi yana Urumchi bo'lsin. Shahar tang Urumchi. Bo'ldimi? Bo'lmadi. Mishqa tirnoq yapmadik. Endi ishliq bo'yaldi-ku. Yapatdik. Yapgandan keyin shahar Urumchi bo'ldi. Urumchi bo'ldi. Shunaqa. Endi biz adres 4 deb qo'yaylik. Adres 8 bo'ldi, adres 4 deb qo'yaylik. Adres 4. Adres 4. Buni biz tang ism shahar qilib boqamdik. Ism qo'shilgan shahar. Adres 4. Bilgi Urumchi bo'ldi. Shunaqa. Ya'ni ism bilgi. Shahar Urumchi. Endi biz adresni shakllantirdik. Endi masalan, mush adres deganni qaranglar, mana yangi narsa. Adres deganni yulduz nimada ko'paytirish. Buni 4 deb baqsaq, nima bo'ldi? Adres 4 qitim ko'paytirilib ketdi. Yerga chiqqancha adres 4. Biz adres deganni qilibmiz. Adres nima demiyada? Ali Saodat Urumchi deb chiqqan-ku. Qani u?
Mana. Ali Saadet Ürümçi. Adres to'g'ri. Adresni 4 qitim ko'paytirib o'tdik. Megichi 1. Megichi 1. Megichi 2. Megichi 3. Megichi 4. 4 qitim ko'paytirib o'tdi. Endi biz adres 4 ni qilib boqaylik. Adres 4 ko'paytirilgan 4. Adres 4 ni 4 qitim ko'paytirib bering. Shuning bilan mustaq ko'paytirib berdi. 4 qitim ko'paytirishni ko'rdik. Endi masalan, ismi Ali bo'lsin. Name tang Ali. Ali. Endi bu yerga ostiga Eg degani nima? Yosh. Egdan qancha deydi? 23 deb qo'yaylik. 23. Endi city deb qo'yaylik masalan, shahar degan to'q ingliz city bo'ldi. City. Bu yerga enter tang nima deydi? Urumchi degan to'q endi Qashqar deb qo'yaylik. Qashqar. Bu yerga bo'shliqdan birini qo'yib yopdik. Xatolik yo'q. Qarab o'tdik. Endi bu yerga enter dedik. Degandan keyin endi bu yerga biz name deb enter bassak, bunday chiqdi. Eg deb enter bassak, bunday chiqdi. City deb bunday bassak, bunday chiqdi. Shunaqa. Endi biz bular ayrim-ayrim to'pla deb qo'yaylik. To'pla. Masalan, to'pla tang bo'ldi. Name city. Name qo'shilgan city. To'plamindaq bo'ldi-ku. Endi biz to'pla deb qo'yaylik chiqdikini. To'pla deb enter bassak, Ali Qashqar, ya'ni Ali Qashqarlik deb bizga chiqarib berdi. Unda bo'lsa, ostiga biz yoshni tig' ishlatmadik-ku. Endi yoshni ishlatish uchun masalan, to'pla 2 deb qo'yaylik. To'pla 2 tang city. Masalan, city deb yozib qo'shilgan deylar. Endi bu yerda biz sonni ishlatmoqchi. Masalan, sonni ishlatish uchun nima edi? 23. Biz bu sonni qo'shish uchun bu yerda diqqat qilgan bir ish bor. Ya'ni agar so'z bilan son qo'shilmoqchi bo'lsa, buni ctr tirnoq ichiga ilib turib ishlatamiz. Ya'ni shu qo'sh tirnoqning ichiga shu sonning sohibini yozamiz. Unda biz ctr yozilib ctr tirnoq ichili tirnoq ochdik. Ochgandan keyin bu yerga ctr eg deb yozamiz. Masalan, eg deb yozdik. Enter. Endi to'pla 2 dan nima chiqdi ko'rsak, Qashqar 23 deb chiqdi. Qashqar 23 deb chiqdi. Shundaqmi? Endi biz bu yerga to'pla 3 deb qo'yaylik. To'pla 3 tang name qo'shilgan. Name qo'shilgan. Nima deyli? Boshliq qo'yib ishim demayli. 2 o'rin tashlab o'tdim-ku. Ondan keyin bu yerga qo'shilgan ctr